Dersimizni davamlaştırıp sözler bütli. Endi ikinci bir tür cemiyetçi, yani körünme yüzünü tanışaş. Bunun birincisi çöncü. Yani umumi betnin kurulması degan gap, bu. Ama bu yani ikkitalashtirilgan morni altı munbar şekilde ko'rinadi debdi biz buni shu alamaymiz. Ama mu munbar şekilde buldu. Ama mu shu şekilde buldu. Endi ikkitalashtirib qaranglar. Birisi camping. Bu camping nima desa, masalan biz qaytib ketdilar bir qismiga. Mana qalsaq butun betning chin kelib oldi bu. Endi biz bu yerdan mantallaymiz. Yani muqim kenglik bo'yicha tanishib boshqa chaqilmaymiz-ku. Chaqilmaymiz. Bo'ldi, endi betni yangilay. Mana hozir a'zolar demak bekitimiz, ammo betga chin kelmaydi. Muqim kenglik bo'yicha nima qildi? Yechildi. Luntan shu ye. Birinchisi bekatniki qizg'inliklarni qo'zg'atamiz, ya'ni avvat temalar. Bu nimasi? Mana saytlar ustida ma'lumda eng avvat temalar deb birdan turni ko'rsatib berdi. Shu vaqtda bir qo'zg'atib qo'ysak bo'ldi albatta. Undan tema ko'rsatsin. Vaqti 7 kun ichida ko'p ko'rilgan temalarni ko'rsatib bersin degan gaplar. Ma'lumdan ma'lumni tanishmidik. Shanshi Yovching Lianje bu nima desa, bekatning ma asl qismidagi ma do'stlarning o'rnish o'rnini ko'rsatib beradi degan gap. Buni ko'rsatib bersin. Buni keyin mau hali shanshi biyalan yanramkini ko'rsatib beramiz deb bu foga buni mushu chiqib qo'ylar. Ma boshqa bilan tanishmaymiz saqlavatdim. Undan keyingisi Juti Lebiyaye. Juti Lebiyaye degan gap ma'lum bir masalan Discourse degan saytga kirgandan keyin ma ko'plik saytga kirsak ma'lumga temalarni qator chiqarib turdi. Mana mushu o'rindagi mushu batning tanishib ketgan gap. Açtık. Nimalar varken bir betde 20 dan tema ko'rinsin deb turdi. Masalan, hozir ma'lumda 20 tema ko'rinadi, 21-tema ikkinchi betga o'tib ketadi degan gap. Biz buni xohlagancha 30-50 qilib tanishib olamiz. Endi eng ko'p basan 1000 betgacha mushunga temalarni ko'rsatib bersa bo'ldi. 1000 bet bo'lgandan bir betga 30 ni bassa, 1000 betga nima bo'ldi? 30 mingdan tema degan gap. Ma'lumni tanishmay qolgan o'rinlarni mo'rin altida qo'yib qo'ysak bo'ldi. Endi menda bir gap bor ekan, Kwaisu Fatih. Bu nima tizinkas? Ya'ni men mushu tiz yo'llash degan mushu. Mavrunga temini, ya'ni tanlamay bevosita inkas yozilib bo'ldi. Mushunga gap. Mushu bir ko'znakni masalan mavrundan foq qilib bersak ochilmaydi. Undan keyin mavu biyopching, ya'ni charak pasga yan tarafdagi ma ifodalar ko'rinamdi deydi. Biz mavrundan foq qilib bersak bu ifodalar yo'qadi. Batni yanglab baqila. Mana butun bir keng holatga eshitib ketdi bu. Bu ashurun qartlagan gap. Keyingi birisi tez neyronga. Ama ya'ni yozma beti. Endi bu ma bir tema kirgandan keyingi ma betning qurilmasini tanishamiz. Masalan, har betda ko'rinadigan tema soni 10. Bu nima? Masalan, hozir men birdan ko'zak 1. Uniga inkaslardan 9 jam 10 batidi degan gap. Buni xohlagancha kengaytirishga bo'ladi. Ma'lumni tanishmaymiz, ma boshqa qurillarni tanishmaymiz Amma u imzosini ko'rsatamdi deydi, deyotidi, bosh surat chiqamdi deydi, deyotidi. Uni keyindan rasmlarni ko'rsatamdi deydi, deyotidi. Bu biz bu o'rinda boshqa turlarni imkon bor ko'ngilligidek o'rin tashlab qo'yamiz. Amma endi bunda bir gap bor qaranglar. Sahibxon divan o'rindiq. Bu nima? Masalan qaraylik. Men qarasak sahibxon deyotidi. Demak, tim yo'liga odam sahibxon bo'ldi, qolganlar mehmon bo'ldi. Endi men ikkinchi birdan inkas qaytarsa, buning ismi nima deb chiqadi? Ma'lum sahibxon emas, divan deb chiqadi. Biz buni xohlagancha o'zgartirib sahibxon, divan, gilam, palaz, kigiz degandek bir nechta turlar bo'yicha shuni qaytarsak bo'ldi. Endi menda yana bir tur va muhim turga qaranglar. Masalan, bu o'rinda tez ney so'za. Yani birisi Toşan Seyden. Mesela bu a'zo uchurlarini mushuni ko'rsatdi. Mesela qaranglar, hozir men faqat bekat mas'ul degan gaplar bor. Boshqa hech qanday gaplar yo'q. Mushuning ostiga mush a'zoning uchurlarini ko'rsatib berdi. Mesela qaranglar.
OID. Bu OID deganning gapsa ID nomeri degatik tartib nomeri qancha biz biladigan gap. Jilu. Masalan, xotira. Uni kendin Riji. Tima, yani necha tema yo'lida. Mam shu. Uni kendin Jefin. Jo'g'lanmas necha deb. Degan gap yana qolsa, tizimlatgan vaqti. Eng oxir qatim kirgan vaqti. Turda bor vaqti. Uni kendin shuhrat. Tilla, tuhfa. Deganlarni tanlab keldik. Endi qaranglar. Masalan, mana bir narsa bor. Shanshi, shunshi. Turish tartibi. Demak, belgilab bersak, birinchi, ikkinchi, uchinchi deb bersak, birinchisini mushu azan basirni azda qilamiz. Ikkinchisini onun asla, üçüncüsünün asla mushu chiqarib berdi. Mana nima qilamiz? Bo'ldi. Yani sirib kelsak, bunda bir narsa qaranglar. QQ degan bir gap bor. Bu nimasi? Buni ko'rsatsin deb tanlab qo'yamiz. QQ nomerini mushu azan basirni asla chiqarib berdi. Saqlavatdim. Biz bir ko'rib baqalgan o'rnida o'zgarish bo'lamdi yo'q. Mana. Bekat masala buloqchan shuhrat 0. To'rt tug'an vaqtida soat hozir qurdiq bu vatni tilla 4. Töhbü 0. Kiko nomeri ma'lum. Kiko nomerini qoldirsa, shunda basilam shu zadan büyük kiko pranish ko'zga kechildi. Oxir qatim kirgan vaqti ma'lum, xizmat qilgan vaqti ma'lum, blog 0, xotira 0, jug'lanma 5, ID nomeri 1 demak birinchi nomerlik azal degan gap bu. Mushular mana. Mushiqlarni dal biz shundan chiqaramiz. Endi bu teshishni chiqang. Askartma uçurlar deydi. Biz bunu ko'rib o'tdilar. Buni tanishadigan o'rin yo'q, tanishmaymiz. Ma'lum shu. Sakratma, askartish degan gap, buni tanishmaymiz. Bo'ldi. Jamiyat shajini va shunchaki tushunib olsak bo'lar. Darsimiz shagacha bo'lsin. Xayr xo'sh.